Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi professor Xazjan Iskandar Yunusovich bo'laman. Tug'ma ortopedik kasalliklarni birimizning asosiy maqsadlaridan biri ham mana shu 5 ta ortopedik kasalliklar ichida ko'p uchraydiganlardan biri tug'ma maymoqlik. Farq qilishga ham haqiqat bitta bemorga foyda tegsa, o'ylaymanki biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Tug'ma maymoqlik kasalligi, o'ylaymanki oralaringizda ko'pchilik bu nuqsonni ko'rgansizlar. Bu tug'ma nuqson, bola tug'ilgan payt mana shunaqa qo'rqinchli oyoqlar bilan tug'iladi. Bugun seminar qilib, vaqt olib, shuncha hammani ovora qilib bu narsa 1 yilda 200 mingga yaqin shunaqa chaqaloqlar tug'iladi. Bu nuqsonga homilani 12 haftaligidan diagnoz qo'ysa bo'ladi. Umumiy suhbatlashib o'tirganimiz uchun klinik oyog'ini old qismini siqib, uni maymoqlikdan unga qarama-qarshi tomonga yo'naltiruvchi holat bilan davolashga urinish holatlari bo'lgan. Pul joylarini qotirib, buraladigan joylarini burab, mana shunaqa shifokorlarning ko'p boradigan savoli, chaqaloq tug'ildi, nima qilish kerak? Bolangni 40 kuni o'tsin, 40 kun uyingda o'tirasan, derazalarni yopib o'tirasan, va hokazo hokazo. 70 kurs massaj tasarruflar. Afsus, bu tug'ma maymoqlik og'ir nogironlikka olib keluvchi kasallik hisoblanadi. Ustozimiz yuqorida ta'kidlab o'tganlaridek, agar o'z vaqtida to'g'ri davolanmasa agar, bemorlarda nogironlik ko'rsatkichi 70% ga yetishi mumkin. Ahilpaya uzaytiriladi. Hozirda 3-bosqich, brace bosqichida bola to'liq sog'lom. Bizgacha esa agar bolani taqdiri Qatirchida davolangan, Oqdaryoda davolangan, Samarqand shaharida o'zida davolangan, afsus natija bo'lmagan. Bolani yoshlik ustozimiz aytganlaridek, o'yin kulgu bilan o'tadigan davri aksariyat holatlarda bolnitsada o'tib ketib qolgan. Rustamov Xushnut Husaynovich, bolalar ortopedi, Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazida faoliyat yuritaman. Bugungi kunda eng og'ir nuqsonlardan bittasi bolalarda uchraydigan bu tug'ma maymoqlikdir. Tug'ma maymoqlik nuqsoni statistik ma'lumotlarga qaraganda yer yuzida har yili 200 mingga yaqin chaqaloq shu nuqson bilan dunyoga kelar ekan. Bu nuqson agar o'z vaqtida va zamonaviy davo choralari ko'rilmasa, afsuski nogironlikka sabab bo'luvchi kasallik hisoblanadi. Bugun biz Navoiy viloyatida aynan shu nuqson bo'yicha, ya'ni bu nuqsonni erta tashxislash va zamonaviy usulda davolash bo'yicha o'quv seminar kursida ishtirok etdik. Bu o'quv seminar kursida nafaqat bolalar ortopedlari, balkim o'sha birlamchi zveno deymiz, birlamchi bo'g'im, bu akusher ginekologlar, neonatologlar, poliklinika shifokorlari ishtirok etdi va ularga bu kasallik to'g'risida to'liq ma'lumot berildi. Ya'ni agar chaqaloqlar bu nuqson bilan dunyoga keladigan bo'lsa, ularni qayerga yo'naltirish zarur, ularni qanday davolash zarur va bu chora-tadbirlar natijasida chaqaloqlar nogironlikdan xalos bo'lish imkoniyatini tug'diradi. O'ylaymizki, bugun bu o'tkazgan seminarimiz Navoiy ahli, Navoiy viloyati bemorlari uchun foydali bo'ladi va bu bemorlar ham zamonaviy davo chora-tadbirlarini o'zini joyida, ya'ni tuman miqyosida yoki shahar miqyosida oladi.